Bu narsa nimaligini bilgan odam biladi. Bu stroboskop bo'ladi. Bu nimaligini sizlardan bir yerda ko'rib chiqamiz. Tak. Ko'pchilik buni ulanish prinsipini bilgan biladi, bilmaganlarga o'rgatib boramiz. Bu stroboskop bo'ladi, tepa-past polni o'ynatadigan. Buni odam oddiy odam ham qila oladi agar prinsipini tushunsa. Tak, buni ulanishi. Hozir bu stroboskop bo'ladi. Biz tumanka bilan dalniga ulab berganmiz. Bu pultli bo'ladi. Xohlagan poложениyaga o'zlariga xohishiga qarab o'ynasa bo'ladi. Tak, bunga ikkita universal relay. Tak, stroboskop kerak bo'ladi. Tak, stroboskopda 4 ta sim chiqqan bo'ladi. Kabellarida. Tak, bu yoqda bittalik chiqqan sim bo'ladi. Bitta u через zajigina ulanadi. Kulchatir orqali. Bu yoqda kulchatir qo'yilgan. Tak, buni sizlarni ulanishini birma-ketin ko'rsatib o'tamiz. Tak, bunda 4 ta oyoqcha bo'ladi. 4 ta oyoqcha bo'ladi aslini. Tak, 87-oyog'i bu yoqda tumanika bilan dalniga chiqib ketadigan sim topib olinadi. O'shanga ulanadi 87-oyog'i chiqib ketish bo'ladi. Tumanika bilan dalniga. Tak, 86-30 passiyan plus bo'ladi. Passiyan plus ham shuni shtekirda o'zidan chiqib keladi, passiyan plus ham. Mana shu Matiz avtomobiliga qo'yilayotganda, bu yoqda passiyan plus bilan tumanikaning simi kichkina shtekirchada bo'ladi. Dalniniki mana shu shtekirning ichida bo'ladi. Kontrolka bilan tekshirib olsangiz bo'ladi. Tak, 86-30 passiyan tok, 85 stroboskopdan bu massaga ishlaydi, stroboskop massaga ishlaydi. O'shaning hisobiga, tak, massasini 85-oyog'iga berib qo'yamiz ikkalasini ham. Mana. Tushuntirib o'tdim. Tepadagi 87-oyog'i, 85, 86, mana 30-oyog'i. Reylaga yozib qo'yilgan bo'ladi. Reylamda o'giribni qarasangiz raqamlab qo'yilgan bo'ladi. Shunga qarab ustunovka qilib olsangiz ham bo'ladi. Matizga avtomobilga ustunovka qilib berdik, xudo xolasa ishlarni yakunladik. Agar uy sharoitida o'z qilmoqchi bo'lsangiz, agar sxemasiga ozgina o'qingiz bo'lsa, bemalol qo'yib olsangiz bo'ladi. Endi o'rganib kelayotgan elektrik ukalarimizga, akalarimizga manfaatli bo'ladi. Qanaqa ulanishini bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Men o'sha yig'ib tayyor qilib qo'ydim, shundan keyin video olishni yeb qoldi. Tak, mana shunaqa prinsipda ulasanglar, xudo xolasa ishlaydi birma-ketin. Hammasi chiroyli bo'lib. Hamma narsasini perdaxlantirib bilan alohida perdaxlantirib qo'yib, har bitta через zajiginasiga ham passiyan plyusiga ham qo'yib olsanglar, ishinglar sifatli chiqadi, xudo xolasa. Matiz avtomobiliga mana shunaqa tarzda xudo xolasa ustunovkalarni qildik. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Malol kelsa, bitta like bosib qo'ysangiz, xudo xolasa manfaatli bo'ladi.